Omon Hocadan o'rgandik biz buni. Bular ikkita valda yopish sistemasini Omon Hocaga rahmat. Menga video qilib tashladi. Sirasi tashladi, men sirasi shu narsani hal qildik, qo'ydik. Hozir 2026 qo'ydik, shunaqa chiqadi. Va remont qilib beringlar deyotgan joylarga ham olib borib shuna qo'yib beramiz. Reska urilib to'xtagan hisobiga mana bu qarang, bu yerda 5 sant ya da 10 sant joy bor, ko'ryapsizmi? Bu reska bizning reskadan emas. Reskadan bo'lsa, ikkita bir xilda bo'ladi. Chunki kelib, bamo'ni reskaga kelib urilib turib, sal ishyapti-da, keyin ishgan hisobiga 20 qator bo'lgandan keyin oldinda qiyishi bo'lib qolyapti. O'sha paytda qo'ygan o'zimiz qo'ygan firma. O'sha o'zimiz xuddi shunaqa qilib qo'ygan. Mashina qanday bo'lsa shunday qilib ketgan. Kasari. Erta bahor olingan lekin shular. Kuz bo'lyapti hozir oktyabr oyimi. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Kelib oldingizmi? Rahmat, Allohga. Bir o'ng qulog'imiz, bir chap qulog'imiz qiziydi lekin. Xudoga shukr, sami glavni sezonni yakuniga kelib qoldik lekin. Yaxshi. Mana bu narsaga ko'pchilik aytadi, siz svakani kategorik qilgansiz deydi. Bu yerdan uzilib tushadi. 5 oy bo'lgan mana shunga. Treshina ham yo'qda. Buni agar ponni svarka qilsa o'ziga yarasha problemasi bor edi buni. Ko'pchilik shuni aytadi, mana bolani svarka qilmagansiz deydi. Qilmaganmiz mana. Bayerga qilganmiz. Kerakli joyga ishlatilganda svarka. Yo'q. Sabiqlarning mana katta davlat zavodlarida ham sentrovoka bo'lishi kerak. Shunday sentrovoka bo'lib, zavodni yaxshi turgan bo'lsa, hech joy sitmaydi. Garantiya. Mana sitsiz, majoz. Qaraysiz. Bunga aytganim, juda odamlarga tushuntirishimiz qiyin bo'ldi. Ishbaloni kari og'anab ketadi. Svarkani chala qilgandan svarkani ikon. Men svarka qilib olaman. Siz to'y boshga ketaradi. Faqat bu tomoni bilan bu tomoni qilingan. Shunday. Shunday qilinganda bu oshcha bunday qilamiz. Bani tortib ketib o'ziga yarasha qiyinchiligi bor endi uni. Sizni ishingizga gap yo'q deyish, sizlarning zavodingiz baland tez bo'lgani uchun sizni yasab bergan ovozingizni zavodni sportiga xosdir. Ashna qizlar 1 minut 30 sekund deyapti-yu. 1 minut 30 sekundda bir pachka ketyapti. Ko'pchilikka tushuntira olmayman-da. Bitta kara bemalol 35 mingtadan 70 mingtagacha chiqarasiz desam, yo'q, chiqara olmaydi deydi ko'pchilik. Biz 8-10 soat agar 10 soat ishlasak 110-120 ming chiqaradi. Buni bitta karaga qo'yish kerak. Omadingiz bersin, rahmat. Sizlarni ham ishlaringizga masalan ozgina bo'lsa, sizlar qo'shilib bo'lsa, endi qaraga ozgina bir qo'shimcha bor, agar ma'qul bo'lsa, hali nimadik qilish niyatimiz bor. bergan aparatüringizdan biz xursandmiz. Bizni kirib turgan ishdan siz ham xursandmisiz? Biz xursandmiz, rahmat.
Shunchalik odam xursand bo'ladi, qo'l mehnat qilgan. Bu ish beradimi? Bizdan haligi Allohga tavakkal qilib qilganmiz bu ishni. Masalan, hech qaysi davlatni xuddi shunday qilib chiqarmagan. Hech kimdan borib ko'chirib olmaganman. To'g'ri, Eron xuddi shu narsani chiqardi, lekin hech qayerda ish bermadi-da. Uni predelka qilib, qaytadan chizma qilib, hamma joyni o'zgartirib qildik. Biz o'ylaymiz, erta zavodga berishni rahim. Shulardan foyda ko'rsin, shular degan maqsadda qilamiz. Har bir narsani sal foydalarni o'ylab, o'ylagan holda qilingan lekin. O'zlaringiz ham risk qilib, mana shunday katta mablag' tashlab, O'rta Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston bilan 4 respublika bo'yicha shunday tashkilotlar tarqatib o'tirdilar. Sizlarni ham qancha odamlar duo qiladi. Sizlar ham shuncha yigitlar bilan bular ham shu Alloh ishlariga baraka bersin, umriga baraka bersin. Ro'zg'orida sog' salomat bo'lsin. Bolacha boshlab Amin. elimiz yurtimizga tinchlik. Amin. Barchalarimizning qalbiga hidoyatni ofiyatda bo'lsin. Sizlar ham mana shu yaxshi umidlar bilan Xorazmga tashrif buyuribsizlar. Qadamlaringizga hasanat. Alloh safarlaringizni bezab bersin. Elimiz, yurtimizga xayrli, savobli ishlarda sizlar ham bardavom bo'lmoqni, shamarpasda bo'lmoqni Alloh bersin. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar aziz boshingiz omon. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin, qolganlarimizni salomat qilsin, bola-chaqalarimizni sog' salomat qilsin. O'qishdagilarni, ilm toliblarini ham ishlariga, o'qishlariga Alloh baraka bersin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Vassalati vassalami ala khayri khalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bergan pullarga rozi bo'linglar. Bilan oxiri duoga aylan. Rahmat.